Bugun hududlar qiyofasini tubdan yangilash, aholining turmush farovonligini oshirish, ular uchun kerakli infratuzilmani tuzilmani yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi qaroriga ko'ra, respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib 16 ta tuman va shahar tanlangan. Jumladan, G'ijduvon tumanini kompleks rivojlantirish loyihalari doirasidagi ishlar haqida navbatdagi lavhamiz. Prezidentimizning 2025-yil 1-aprelda qabul qilingan respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tumanlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi qarori bilan tadbirkorlar va hunarmandlar yurti sanalgan G'ijduvon tumanida 30 dan ortiq loyihalar shakllantirilgan edi. Bu bo'yicha ishlar 3 ta guruhga bo'lingan holda yo'lga qo'yildi. Unga ko'ra tuman markazini aholi yashashi va dam olish hamda tadbirkorlar uchun qulay shaharga aylantirishga 21 milliard so'm, hududning turizm salohiyatidan to'liq foydalanish maqsadlariga 46,2 milliard so'm, sanoat va yirik xizmat ko'rsatishga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish uchun esa 2,8 milliard so'm mablag'lar yo'naltirildi. Umumiy hisobda 70 milliard so'mlik moliyaviy ko'mak bugun G'ijduvonni butunlay yangicha qiyofaga kirishiga sabab bo'lmoqda. 2025-yil 1-apreldagi hududlarni jadal kompleks rivojlantirish dasturiga asosan G'ijduvon tumani kiritilgan. G'ijduvon tumani hududidagi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida mahallani ta'mirlash ishlari, shuningdek eski 10-soli musiqa maktabi binosida 22 ta hunarmandni o'z ichiga oluvchi zamonaviy hunarmandlar markazi qad rostlamoqda. Bugungi kunda ta'mirlash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Shu dasturga asosan Sardor mahalla fuqarolar yig'ini hududida Nurafshon bog'ida ham ta'mirlash ishlari kiritilgan. Bugungi kunda Nurafshon istirohat bog'iga olib boruvchi 500 metrdan ortiq yo'l yangidan ta'mirlandi. Piyodalarimiz yurishi uchun piyodalar yo'laklari o'rnatildi. Ko'rinib turibdiki, hududlarni jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tumanlarda asosiy e'tibor aholiga qulaylik yaratishni maqsad qilgan. Shundan kelib chiqib, G'ijduvonning Saidkent mahalla fuqarolar yig'inida 7,5 milliard so'm evaziga qariyb 1 kilometr masofada sohil bo'yi dam olish maskani barpo etilmoqda. Yangi O'zbekiston bog'i 12 milliard so'mlik loyiha asosida xalqaro andozalarga mos 8 qavatli 5 ta kampusdan iborat yangi tibbiyot shaharchasi bunyod bo'lyapti. Eng katta loyiha esa bu shubhasiz Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohi bilan uyg'unlikda qadimiy G'ijduvon qo'rg'onini qayta tiklash jarayoni desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz G'ijduvonga bergan alohida e'tiborlari, shunchalik imkoniyatlar berilishi bu G'ijduvon xalqi uchun juda katta ham imtiyoz, ham imkoniyat eshigi. Mana shu dasturni ijrosi davomida G'ijduvon xalqiga ancha ish o'rinlari kengayadi va turizm rivojlanadi. G'ijduvonda iqtisodiy salohiyat o'sadi. G'ijduvon qo'rg'onida amalga oshirilayotgan ishlar uchun 32 milliard so'm mablag' ajratildi. Mahalla tarixiy qiyofasini tiklash, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, hunarmandlar markazini tashkil etish, kommunikatsiya tarmoqlarini tartibga keltirish va obodonlashtirish hisobidan mahallada 300 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Muhimi, hozirdanoq ushbu maskan mahalliy va xorijlik mehmonlarning hayratiga sabab bo'lmoqda. Kulolchilikka qiziqqanim uchun meni G'ijduvondagi qadimiy mahallaga olib kelishdi. Ustalar jarayonni juda ehtiyotkorlik bilan bosqichma-bosqich tushuntirib berishdi. Murakkab naqshlarning har biri alohida san'at. Bu mahallada avloddan avlodga o'tib kelayotgan hunarlarni asrab-avaylashga bo'lgan harakat e'tirofga arziydi. Barchasi uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Oltinsoy ekoturistik maskanini tashkil etish loyihasi. Sahro bag'rida qisqa fursat ichida qariyb 2 milliard so'm mablag' evaziga tashabbuskor Iqlima Jo'rayeva tomonidan ilgari surilgan taklif asosida yangi manzilgoh paydo bo'ldi. Hozirda mahalliy va xorijlik mehmonlarni kutish uchun to'la shay holga keltirilgan obyektda yiliga 20 mingga yaqin sayyohga xizmat ko'rsatish rejalashtirilgan. Bu joyda nafaqat eko, balki safari, ov, etnoturistik yo'nalishlar ham qamrab olingani e'tiborga molik. Oltinsoy dam olish maskanimizda hamma sharoitlar bor. Bir martaning o'ziga 200 kishidan ortiq kishiga xizmat ko'rsatib bilamiz. U uchun hamma sharoitlarimiz tayyor. 50 mingdan ortiq daraxt o'tqarilgan. Farg'onadan, Quvadan qancha manzarali daraxtlar olib keldik, Surxondaryodan olib keldik. Muhtaram prezidentimizni e'tiborlaridan biron joy chetda qolmadi. Aynan biz ham cho'l hududida bo'lsak-da, biz ham bironta bir rag'batlantirishlardan, mukofotlaridan birontasidan chetga qolmadik. Biz ham unumli foydalanyapmiz. Shunaqa yelkadosh borligidan biza xursand, biza yanada ko'proq ishlashga bizani da'vat etadi bu ishlar. Saidkent, Denov, Todon kabi 10 dan ortiq mahallalarda bugun infratuzilmani yaxshilash borasidagi ishlar ham jadallik kasb etgan. 3 ta mahallada G'ijduvon tajribasi asosida xizmat ko'rsatish va sanoat sohalari rivoji yo'lida 10 ta yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus natijasida 2500 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.
asosiysi 330 ming aholiga hudud tom ma'noda yangi G'ijduvonga aylanadi.